Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun siz bilan juda muhim, hayotiy zaruratga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Bu ma'lumot ayniqsa olim yosh va undan katta yoshdagi barcha nafaqaxo'rlarimiz uchun g'oyatda dolzarb. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz yoki oilangizda shunday yoshi ulug' insonlar bo'lsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Chunki oldimizda bor yo'q 4 kun bor. Atigi 4 kun. Bu vaqt ichida siz hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bir qadamni qo'yishingiz shart. Aks holda kelajakda bir qator noqulayliklarga duch kelishingiz, hattoki ba'zi muhim xizmatlardan foydalanishda cheklovlarga uchrashingiz mumkin. Bu ogohlantirish emas, bu aniq ma'lumot va ko'rsatma. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Toki bu muhim ma'lumot hech kimdan chetda qolmasin. Keling kechiktirmasdan asosiy mavzuga o'taylik. Muammoning mohiyati demak, hurmatli do'stlar, avvallar nafaqa va ijtimoiy xizmatlarni olish uchun ko'pchiligimiz nafaqa jamg'armasi bo'limlariga, ijtimoiy himoya markazlariga yoki boshqa davlat idoralariga shaxsan borishga majbur edik. Bu ko'pincha uzun navbatlar, qog'ozbozlik, uzoq masofani bosib o'tish va qimmatli vaqtimizni sarflash degani edi. Misol uchun 7000 yoshli buvijonimiz Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashaydi. U har oy nafaqasini olish uchun tuman markaziga kelishi, u yerda bankka kirib navbat kutish kerak edi. Yoki yangi ijtimoiy yordam turini rasmiylashtirish uchun bir nechta idoralarni aylanib chiqishga majbur bo'lardi. Bu jismoniy jihatdan qiyin, ruhiy jihatdan esa to'liqtiruvchi jarayon edi. Ayniqsa sog'lig'i yaxshi bo'lmagan, harakatlanishda cheklovlari bor keksa yoshdagi insonlar uchun bu haqiqiy sinov edi. Ular ko'pincha yaqinlardan yordam so'rashga majbur bo'lishardi. Bu esa ularga qo'shimcha tashvish tug'dirardi. Hatto oddiy ma'lumotnomani olish uchun ham tuman markaziga borish talab qilinardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz tomonidan nafaqaxo'rlarimizning hayotini yengillashtirish, ularga qulaylik yaratish maqsadida yagona raqamli platforma, ya'ni yangi davlat ilovasi ishga tushirildi. Bu ilova nafaqa tizimidagi barcha xizmatlarni, ijtimoiy yordam turlarini, hatto sog'liqni saqlashga oid ba'zi ma'lumotlarni ham bir joyga jamlaydi. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda ko'plab xizmatlar uchun uyimizdan chiqmasdan o'z telefonimiz orqali murojaat qilish, ma'lumot olish va hatto ba'zi operatsiyalarni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Ammo bu yerda bir muhim shart bor. Ushbu ilovani ma'lum bir muddat ichida, ya'ni bizga berilgan atigi 4 kun ichida faollashtirish va ro'yxatdan o'tish shart. Nima uchun aynan 4 kun? Chunki bu muddatdan so'ng eski tizim orqali amalga oshiriladigan ayrim muhim operatsiyalar cheklanishi yoki butunlay to'xtatilishi mumkin. Yangi tartibga o'tish jarayoni boshlanadi va bu muddat nafaqaxo'rlarimizni yangi tizimga tezroq integratsiya qilish uchun belgilangan. Bu bir vaqtning o'zida ham imkoniyat ham mas'uliyatdir. Batafsil tahlil keling. Endi bu davlat ilovasi haqida batafsilroq ma'lumotlarga to'xtalsak. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa xavotirlanishi lozim va kimlar uchun bu shunchaki qulaylik bo'lishi mumkin? Avvalo shuni ta'kidlash joizki, bu ilova birinchi navbatda pensiya va nafaqa oluvchilar, ya'ni 6 yosh va undan katta yoshdagi fuqarolarimiz uchun mo'ljallangan. Bu faqatgina davlat pensiyasini oluvchilarga tegishli emas, balki ijtimoiy nafaqa oluvchilar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar va boshqa turdagi davlat yordamlarini qabul qiluvchilar ham bu ro'yxatga kiradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda raqamli texnologiyalar bilan hali unchalik tanish bo'lmagan, smartfon yoki planshetlardan foydalanishda qiynaladigan fuqarolarimiz. Agar siz mobil ilovalarni yuklab olish, ro'yxatdan o'tish, parol o'rnatish kabi amallarni mustaqil bajara olmasangiz, darhol yaqinlaringizdan, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yordam so'rashingiz shart. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi 75 yoshli Muzaffar aka. U nafaqasini har oy bankomatdan oladi. Lekin uning eski tugmali telefoni bor. Uning o'g'li chet elda ishlaydi. Qizi esa boshqa shaharda. U nafaqa jamg'armasiga murojaat qilganda unga yangi ilova haqida aytishdi. Muzaffar aka smartfonni qanday ishlatishni bilmaydi. Agar u 4 kun ichida ilovani faollashtirmasa, keyingi oyda nafasi uning hisobiga odatdagidek kelishi mumkin, lekin yangi turdagi ijtimoiy yordamlar, masalan, bir martalik moddiy yordam, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya uchun ariza berish imkoniyatini yo'qotadi. Chunki bu yordamlar endi faqatgina ushbu ilova orqali rasmiylashtiriladi. Yoki ma'lumotnoma olishda katta qiyinchiliklarga
duch keladi. Bu esa uning uchun qo'shimcha ovoragarchilik va vaqt sarfi degani. Shu sababli Muzaffar aka kabi vaziyatdagi insonlar uchun bu masalaga jiddiy yondashish juda muhim. Ular hoziroq kimdan yordam so'rashlarini rejalashtirishlari kerak. Ikkinchi toifa bu bank kartasini yangi o'zgartirgan yoki bank ma'lumotlarida o'zgarishlar bo'lgan fuqarolarimiz. Agar sizning hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa, lekin bu ma'lumot davlat xizmatlari markazlari yoki pensiya jamg'armasi tizimida yangilanmagan bo'lsa, ilovani faollashtirishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, Namangan viloyatining Chust tumanidan 6 yoshli Nodira opa 3 oy oldin bank kartasini yangisiga almashtirgan, lekin pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermagan. Agar u ilovani yuklab olib ro'yxatdan o'tishga harakat qilsa, tizim uning bank ma'lumotlarini eski karta raqami bilan solishtirib, nomuvofiqlikni aniqlashi va ro'yxatdan o'tishni rad etishi mumkin. Bunday holatda u avval bank ma'lumotlarini yangilashi, keyin ilovadan foydalanishi kerak bo'ladi. Ammo bu uchun bor yo'g'i 4 kun vaqt borligi sababli u tezda harakat qilishi lozim. Uchinchi toifa bu shaxsiy ma'lumotlarda pasport ma'lumotlari, yashash joyi, familiyasi o'zgarishlar bo'lgan. Ammo bu o'zgarishlar tegishli davlat idoralarida to'liq yangilanmagan fuqarolar. Davlat ilovasi sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni davlat xizmatlari markazlari va boshqa bazalardagi ma'lumotlar bilan solishtiradi. Agar biror nomuvofiqlik bo'lsa, ilova to'g'ri ishlamasligi yoki ro'yxatdan o'tishga ruxsat bermasligi mumkin. Samarqandda 65 yoshli Gulnora aya turmushga chiqqanidan so'ng familiyasini o'zgartirgan. Lekin barcha hujjatlardagi familiyasini to'liq yangilashga ulgurmagan. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida uning eski familiyasi turibdi, pasportida esa yangisi. Ilova ushbu nomuvofiqlikni aniqlab, uning shaxsini tasdiqlashda muammolar keltirib chiqaradi. Bu esa uning ilovaga kirishiga to'sqinlik qiladi. U avval shaxsiy ma'lumotlarni to'g'irlashi kerak. Bu esa 4 kundan ko'proq vaqt olishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Asosan smartfonlardan muntazam foydalanuvchilar internet va mobil ilovalar bilan bemalol ishlay oladigan shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri va dolzarb bo'lgan fuqarolarimiz. Agar siz raqamli texnologiyalar bilan do'st bo'lsangiz, onlayn bankingdan foydalansangiz, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lsangiz, demak, siz uchun bu yangilik shunchaki qulaylikni oshiradigan oddiy bir qadam bo'ladi. Siz ilovani yuklab olish, ro'yxatdan o'tish va undan foydalanishda hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Masalan, 62 yoshli Jahongir aka u nafaqada bo'lishiga qaramay onlayn do'konlardan xaridlar qiladi, internetda yangiliklarni o'qiydi. U uchun bu ilova shunchaki qo'shimcha qulaylik bo'ladi. U ilovani tezda o'rnatib, ro'yxatdan o'tadi va nafaqa holatini tekshirish, yangi xizmatlar haqida ma'lumot olish kabi imkoniyatlardan foydalanishni boshlaydi. Uning uchun bu bir necha daqiqalik ish bo'ladi, xolos. Bu ilovaning asosiy maqsadi davlat xizmatlarini aholiga yanada yaqinlashtirish, ularni shaffof va tezkor qilishdir. Bu harakat nafaqaxo'rlarimizning idora yugurishini kamaytiradi. Ularning qimmatli vaqtini tejaydi va moliyaviy resurslarni optimallashtiradi. Chunki avvalgi tizimda har bir ma'lumotnoma uchun 5-10 ming so'm yo'l kira, qog'oz va boshqa mayda xarajatlar ketardi. Yilda bir necha marta bunday xarajatlarga duch kelgan inson uchun bu sezilarli summa bo'lishi mumkin edi. Endi esa bu xarajatlar butunlay yo'qoladi. Biroq bu o'zgarishlarga moslashishga ulgurmay qolmaslik uchun harakat qilish shart. Qo'yilgan istisnolar, tuzoqlar va ko'zga tashlanmaydigan jihatlar har qanday yangi tizim joriy etilganda unda har doim ko'zga tashlanmaydigan jihatlar, kutilmagan vaziyatlar va istisnolar bo'ladi. Bu davlat ilovasi ham bundan mustasno emas. Keling, bu xususiyatlarga birma-bir to'xtalib o'tamiz, chunki ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. 1. Smartfon yoki internetga ega bo'lmaganlar uchun yechimlar. Bu eng ko'p uchraydigan va eng dolzarb muammo. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan qo'lidan 2 yoshli o'g'loy momo deylik. Uning uyida na smartfon bor, na internet. U shunchaki eski telefonidan qo'ng'iroq qilish va SMS yozish uchun foydalanadi. Bunday holda nima qilish kerak? Yaqinlarning yordami. Birinchi va eng muhimi, oila a'zolarining, farzandlarining, nabiralarining yordami. Sizning nomingizdan ilovani yuklab olib, ro'yxatdan o'tishda ular yordam bera oladi. Lekin bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan muhim nuqta bor. Ilovaga sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport seriyasi va raqami JSHR orqali kiriladi. Hech qachon o'z parolingizni va shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Faqatgina siz ishonadigan va yaqin bo'lgan insonlargina bu jarayonda yordam bera oladi.
ilovaga kirgandan so'ng agar ilovadan muntazam foydalanish qiyin bo'lsa, sizning nomingizdan harakat qilish uchun vakolatli shaxsni belgilash imkoniyati ham ko'rib chiqilayotgan bo'lishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari va pensiya jamg'armasi bo'limlari agar yaqinlaringiz yordam bera olmasa yoki uzoqda yashasa, siz DXM yoki pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga ilovani o'rnatishda, ro'yxatdan o'tishda va asosiy funksiyalarini tushuntirishda amaliy yordam ko'rsatadi. Bu joylarda maxsus raqamli savodxonlik burchaqlari tashkil etilgan bo'lishi mumkin. U yerda yoshi ulug' insonlarga smartfon va ilovalar bilan ishlash o'rgatiladi. Shuni unutmang, bu xizmatlar bepul. Faqat o'zingiz bilan pasport va nafaqa guvohnomangizni olishni unutmang. Masalan, Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi yetim takshi yoshli hovlida momo o'g'li Rossiyada, qizi chet elda. U qo'shnisining maslahati bilan tuman markazidagi DXM ga borgan va u yerda xodimlar unga ilovani o'rnatib, akkaunt ochib bergan. Endi oilaviy ahvolidan kelib chiqib beriladigan qo'shimcha yordam turlari haqida ma'lumotlarni onlayn kuzata oladi. 2. Vasiylik va homiylik masalalari. Ba'zi nafaqaxo'rlarimiz sog'lig'i sababli mustaqil harakat qila olmaydi. Ularga vasiy yoki homiy tayinlangan bo'ladi. Bu vaziyatda qanday yo'l tutish kerak? Agar siz nafaqaxo'rning qonuniy vasiysi yoki homiysi bo'lsangiz, ilova nafaqaxo'rning nomidan o'rnatish va foydalanish imkoniyati mavjud. Ammo bu jarayon bir oz murakkabroq bo'lishi mumkin. Sizga vasiylik tasdiqlovchi hujjatlar, o'zingizning shaxsiy pasportingiz va nafaqaxo'rning pasporti kerak bo'ladi. Bu hujjatlar bilan DXM yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, maxsus ariza to'ldirishingiz lozim. Tizimda vasiylik to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilgandan so'ng, siz nafaqaxo'r nomidan ilovadan foydalana olasiz. Bu yerda asosiy qoida barcha hujjatlar qonuniy kuchga ega bo'lishi va barcha ma'lumotlar tizimda to'g'ri aks etgan bo'lishi shart. Agar ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, ilova faollashmaydi. Xavfsizlik masalasi va firibgarlikdan saqlanish raqamli tizimlarga o'tish bilan birga kiber xavfsizlik masalasi ham dolzarb tus oladi. Afsuski, firibgarlar har doim yangi imkoniyatlardan foydalanishga urinadi. Shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash hech qachon sizga qo'ng'iroq qilib davlat ilovasini faollashtirish uchun parolingizni yoki karta raqamingizni ayting degan shaxslarga ishonmang. Davlat idoralari sizdan telefon orqali bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Parol, PUK kod, karta raqami, CVIQ kodlari bu mutlaqo maxfiy ma'lumotlar. Har doim ilovani faqatgina rasmiy manbalardan, ya'ni Google Play Market yoki Apple App Store'dan yuklab oling. Boshqa shubhali saytlardagi havolalarga kirmang. Parolni mustahkam qilish, ilovaga ro'yxatdan o'tishda qiyin, taxmin qilish qiyin bo'lgan parollardan foydalaning. Harflar, raqamlar va belgilar aralashmasi. Uni hech kimga aytmang va yozib qo'ymang. Agar parolingizni unutib qo'ysangiz, ilovaning parolni unutdingizmi? Funksiyasi orqali uni tiklash mumkin bo'ladi. SMS xabarlar. Ilovaga kirish yoki muhim operatsiyalarni amalga oshirishda sizga tasdiqlash SMS xabarlari kelishi mumkin. Bu kodlarni ham hech kimga bermang. Bu sizning akkauntingiz xavfsizligini ta'minlash uchun zarur. 4. Muddatni o'tkazib yuborish oqibatlari. Yuqorida aytganimizdek, bizda bor yo'g'i 4 kun vaqt bor. Bu muddat nima uchun muhim? Eski tizimning cheklanishi muddat tugagandan so'ng pensiya jamg'armasi yoki DXM orqali qilinadigan ba'zi operatsiyalar cheklanishi mumkin. Misol uchun, ma'lum bir muddatdan so'ng nafaqa holatini tekshirish, yangi turdagi ijtimoiy yordamga ariza berish yoki ma'lumotnoma olish faqat ilova orqali amalga oshiriladigan bo'ladi. Bu degani, agar siz muddatida ilovani faollashtirmasangiz, ushbu xizmatlarga vaqtinchalik kirish imkoniyatini yo'qotasiz. Xizmatlarda kechikishlar garchi pensiya to'lovlari birdan to'xtatib qo'yilmasa-da, chunki bu shaxsiy huquq. Agar siz ilovani o'rnatmagan bo'lsangiz, ba'zi bir yangi joriy etilayotgan imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlardan xabardor bo'lmasligingiz ularga ariza berishda kechikishlarga duch kelishingiz mumkin. Deylik, davlat bir martalik 500 ming so'm miqdorida moddiy yordam e'lon qildi va unga faqat ilova orqali ariza qabul qilinadi. Agar siz ilovani faollashtirmagan bo'lsangiz, bu yordamni olish imkoniyatini boy berishingiz mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarda yashovchi va doimiy internetga ega bo'lmagan fuqarolarimiz uchun muhim. Qo'shimcha ovoragarchilik muddat tugagandan so'ng ilovani faollashtirmoqchi bo'lsangiz, bu qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Yangi talablar paydo bo'lishi, tizimda qandaydir o'zgarishlar yuz berishi
yoki shunchaki texnik yordam markazlarida yuklama ortishi sababli sizga yordam berishda kechikishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu 4 kunlik muddatdan maksimal darajada foydalanish tavsiya etiladi. Bu o'zingiz uchun kelajakda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish degani. Bu jihatlarni bilish yangi tizimga tez va oson moslashishingiz uchun kalit hisoblanadi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerakligi haqida aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda aniq nima qilishingiz kerak. Siz uchun batafsil ko'rsatmalarni tayyorladim. Ergadam, smartfoningizni tayyorlang va ilovani yuklab oling. Agar sizda smartfon bo'lsa, uni internetga ulab Google Play Market, Android telefonlar uchun yoki Apple App Store iPhone uchun ilova do'koniga kiring. Qidiruv maydonchasiga davlat ilovasi yoki MyGov, odatda davlat ilovalari shunday nomlanadi. Aniq nomni tegishli davlat idoralarining rasmiy saytlaridan bilib olish mumkin deb yozing. Rasmiy ilovani toping. Odatda davlat gerbi yoki tegishli vazirlik logotipi bilan belgilanadi va uni yuklab oling. Ilova bepul. Agar smartfoningiz bo'lmasa yoki uni qanday ishlatishni bilmasangiz, 2 qadamga o'ting. 2 qadam ro'yxatdan o'tish va shaxsni tasdiqlash. Ilovani oching. Sizdan telefon raqamingizni kiritish so'raladi. Telefon raqamingizni kiriting va unga kelgan SMS kodini tegishli joyga yozing. So'ngra sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, ya'ni pasport seriyasi va raqamini, shaxsiy identifikatsiya raqamini. JSHR bu pasportingizda ko'rsatilgan o'rindiqxonali raqam kiritish talab qilinadi. Ushbu ma'lumotlarni to'g'ri va xatosiz kiriting. Ba'zi hollarda shaxsni tasdiqlash uchun biometrik ma'lumotlar, yuzni skanerlash talab qilinishi mumkin. Agar bu talab qilinsa, ko'rsatmalarga amal qiling. Bu jarayon sizning ma'lumotlaringiz xavfsizligini ta'minlash uchun zarur. Ro'yxatdan o'tish tugagach, o'zingiz uchun eslab qolish oson. Ammo boshqalar uchun topish qiyin bo'lgan parol o'rnatishingizni tavsiya qilaman. Masalan, Gul 1910 kabi. O'chkadan bank ma'lumotlarini bog'lash agar talab qilinsa. Ilova ichida pensiya to'lovlari bilan bog'liq xizmatlardan foydalanish uchun ehtimol bank kartangiz ma'lumotlarini bog'lash talab qilinadi. Bu sizning nafaqa kartangiz bo'lishi kerak. Kartaning o'lmak xonali raqamini, amal qilish muddatini va karta egasining ism-sharifini kiriting. Ushbu ma'lumotlar tizimda mavjud bo'lgan ma'lumotlar bilan solishtiriladi. Agar barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilsa, sizning akkauntingiz to'liq faollashadi. 4 qadam. Agar smartfoningiz bo'lmasa yoki texnik yordamga muhtoj bo'lsangiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar sizda smartfon bo'lmasa, internetga ulanish imkoniyati cheklangan bo'lsa yoki texnik jihatdan qiynalayotgan bo'lsangiz, tashvishlanmang. Farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ularga ilova o'rnatish va ro'yxatdan o'tishda yordam berishlarini iltimos qiling. Ularga o'z pasportingizni va nafaqa guvohnomangizni ko'rsatishingiz kerak bo'lishi mumkin. Lekin yana bir bor takrorlayman, parolingizni va muhim shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Davlat xizmatlari markazlariga DXM boring. Sizga eng yaqin bo'lgan DXMga murojaat qiling. U yerda malakali mutaxassislar sizga ilovani o'rnatishda, ro'yxatdan o'tishda va undan foydalanishni o'rgatishda yordam berishga tayyor. O'zingiz bilan pasport va nafaqa guvohnomangizni olishni unutmang. Bu xizmat mutlaqo bepul. Pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qiling. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limlarida ham nafaqaxo'rlarga yangi ilova bilan bog'liq masalalarda yordam ko'rsatish uchun maslahatchilar mavjud. Ular sizga individual yondashib, barcha savollaringizga javob beradi va zarur bo'lsa, ilovani faollashtirishda ko'maklashadi. 5 qadam. Rasmiy ma'lumotlarni kuzatib boring. Har doim davlat xizmatlari agentligi, pensiya jamg'armasi yoki tegishli vazirlik va idoralarning rasmiy veb-saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni kuzatib boring. Bu yerda siz ilovaga oid eng dolzarb ma'lumotlarni, yangiliklarni va qo'shimcha ko'rsatmalarni topishingiz mumkin. Shuningdek, ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Unutmang, bor yo'g'i 4 kun bor. Bu qisqa muddat ichida harakat qilishingiz kerak. Bu jarayonni kechiktirmang, chunki vaqtda tugab boryapti. Bu sizning kelajakdagi qulayliklaringiz va davlat xizmatlaridan uzluksiz foydalanishingiz uchun muhimdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Davlat ilovasi bizning nafaqaxo'rlarimiz uchun yaratilgan muhim qulaylikdir. Uning yordamida siz uyda o'tirgan holda idora yugurmasdan turli xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Lekin shuni unutmangki, bu qulaylikdan foydalanish uchun sizga berilgan atigi 4 kun ichida ilovani faollashtirishingiz shart. Bu muddatdan unumli foydalaning. Yaqinlaringizga yordam bering yoki yordam so'rang. Bu harakat sizni kelajakdagi ko'plab ovoragarchiliklardan xalos etadi. Bu ma'lumotlarning qanchalik muhimligini hisobga olib, agar sizda biron bir savol tug'ilgan bo'lsa, sharhlar bo'limida yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Toki bizning yangi va muhim videolarimizni o'tkazib yubormang. O'zingiz va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.